Assalomu alaykum aziz obunachilar, xormanglar, yaxshimisizlar? Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barakotli o'tsin. Bizda yana bir tong soat 9 bo'ldi. Dekabrda o'rtasida turibmiz. Sizlar bilan bugun grant mavzusida, ya'ni davlat tomonlama yordam shu haqida gaplashamiz. Bir qator kechagi qilgan ishlarimizni ko'rsatib qo'yay sizlarga deb orqa tarafga o'tdim. Qaranglar, har bir 4 metrga teshib chiqdim. Mana qilib. Baribir ichkarisi par bo'lyapti. Baribir. Hozir endi oldi tarafini yana ham ko'paytiramiz shekilli deb o'ylanyapman. Jesse degan kuchugimizni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Katta bo'lib qolibdimi? Bu kishini hali boqqani olib chiqmayapti. Muhudin aka sovqatib qolyapti, uka deyapti. 2,5 oylik kuchuk. Sovqatib qolyapti deb. Shuning uchun hozircha olib chiqmayapti. Endi mana oldi tarafga o'tdik. Marovatimiz ochiq. Bu yerda 4 ta manaqa teshigimiz bor. Shunaqa bo'lsa ham yetmayapti. Havo parlanib ketyapti. Oldi tarafini ham teshib ko'ramiz. Men qo'rqayotganim ular issiqda yotsa yaxshi, lekin tashqariga chiqqanda badan terlab qolsa junlar muzlaydi-da. Keyin shamollash paydo bo'ladi. Ichkarilarini ham bir sizlarga parda ko'rsatay. Eshigini ham kelib mana moravatni ham ochib qo'ydim. Bir 10 minut bo'ldi ochilganiga. Shunaqa bo'lsa ham havo almashishligi mumkin. Har bir obuna va like menga yangi video qilish uchun turtki. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Uzoq qoldiring, sizning fikringiz juda muhim. Mana qadrli obunachilar, kechki paytlikka qo'ylarimizga o'tlar yoyildi. Inshaalloh. 3 tadan beryapmiz hozir 250 kilolik yuklar o'tgan yilgilarda beryapmiz. Qo'ylarimiz yeyishyapti, xudo xolasa. Kelinglar savollarga grant haqida shu barakotli bo'lgan jonzot otlarni oldida otlarga qarab suhbatlashsak. Endi grantga kelsak, grant olsa bo'ladi. Kelinglar 5 millionlik grant haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Grant olishlik uchun birinchi o'chir fuqarolik bo'lish kerak. Men o'zim ham qiziqyapman, xudo xolasa harakat qilib ko'raman. Bir qo'lim bo'shaganda grant olishligini sabablaridan biri ferma bo'lish kerak, o'zingizlarda shaxsiy fermerlar bo'lish kerak. Keyin o'zingizlarda qo'y qilmoqchi bo'lsanglar, kelinglar qo'ydan gaplashaylik, chunki bizda asosiy qo'y 50 ta yoki 100 ta o'zingizlarda qanchadir qo'ylar bo'lish kerak, shart. Keyin reja bo'lish kerak. Aniq, ishonchli reja. Men 100 ta qo'y olmoqchiman. 1000 ta qo'y olmoqchiman, bitta traktor olmoqchiman, bitta press podbor olmoqchiman, bitta grabli olmoqchiman deyilgan, mashincha ishchi o'rin yarataman emas, mashincha ishchi o'rin qilaman degan ishonchli biznes reja bo'lishi kerak. Taklif. Uni albatta o'zingiz qilsangiz bo'ladi, lekin yurist nanimat qilinsa, imenda shu KFH deydi, krestianskaya fermerskaya xozaystvo. Shu sohada yurgan yuristlar bilan gaplashib 20 mingmi 30 mingmi rubl xizmati beriladi. Yurist o'zi gрамотно qilib sostavit qilib beradi. 5 yilga beriladi. 5 yildan keyin hamma yo'q o'zingizga qoladi. Bu davlatning sizga yordami xolos. Lekin 5 yilgacha sizni tekshirib turadi. Siz отчет qilishingiz kerak bo'ladi. Endi qo'ylarga kelsak, qanaqa qo'ylar olishingiz mumkin? Bir xil paroda bo'lish kerak. Ya'ni qulog'ida birkalari bilan, nomerlari bilan, kimnidir 3 o'tida turgan bir xil paroda.
Misol uchun Romanovmi yoki Buryatskaya Grubashorskaya Bubay deb qo'yadi. Bubaymi, Hisorimi, Edelbaymi qanaqa bo'lsa ham bir xil paroda olinadi. Hujjatlari bilan olinadi. Har bir qulog'ida birkasi sifralari bilan uni siz o'zingiz nomingizga olib borib uchotga qo'yasiz. Har bir qo'ydi, ya'ni veterinarniy nimalarga borib uchotga qo'yiladi. O'zi vet slujbalar bor. Sizni nomingizda bo'ladi. Keyin asli qulog'idagi nomerga qarab ular tekshirib turishadi-da. Shu xolos, boshqa hech narsani keragi yo'q. Endi buni minuslaridan nima deyilsa, 5 yil mobaynida siz sota olmaysiz qo'ylarni, ya'ni 150 tadan kamini sota olmaysiz. Hamisha sizda 150 ta bo'lish kerak. Отчет berib turishingiz kerak. Davlat juda ham kontrol qiladi. Shu 5 yildan o'tib olsangiz, keyin hamma yo'q o'zingizga qolib ketaveradi. Hech qanaqa prosent emas, boshqa emas, o'zingizga qolib ketaveradi. Davlatdan yordam hisoblanadi, xolos. Qadrli obunachilar, grant haqida men yana ham chuqurroq ma'lumotlar o'rganishlikka harakat qilaman. O'zim ham qiziq, men o'zim ham olmoqchiman, xudo xolasa. Sizlar bilan birgalikda bo'lishaman. Eng oson yo'llarini xudo xolasa aytaman, o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda. Grant beminnat yordam davlat tomonidan. Minusi shu 5 yil mobaynida 5 yilga beradi, siz tekshirib turadi sizni. Borib отчет qilib turasiz, xolos. Agarda to'g'rima-to'g'ri boqib, ko'paytirib, rivojlantirsangiz, hech qanaqa muammo yo'q. Olib ishni qilsa bo'ladi. Lekin o'zingizda ham sarmoya kerak bo'ladi. Taxminan shunga o'xshagan ferma olaman desangiz 1,5 million rublga olsangiz bo'ladi. 1 milliondan 2 milliongacha o'rtasi 1,5 millionga fermani o'zini olsangiz bo'ladi. Yana bir hayvon qo'shsangiz, misol uchun 500 ming, 600 mingga, yana bir ozgina texnikalar bo'lsa, o'zingiz nomingizda bo'lish kerak. Hamma yo'q, bir 2 million, 2,5 million pulingiz bo'lsa, 20 ming, 30 ming gрамотный yurist topib, harakat qilib qilsa bo'ladi. Lekin no 100% emas. Grant отказ kelishi ham mumkin. 100% demayman. Men tanishlarim bor. Bundan oldingi videolarda qo'ydim Vova deb. U ham adashmasam 5 millionmikin grant olgan. Grant olib, qo'ylarini rivojlantirdi, texnikalar oldi, ishni qilyapti. Grant olgan tanishlarim ham bor, lekin ololmaganlar ham bor. Videoni oxirgacha ko'rganinglar uchun rahmat. Obuna bo'lib, like bosib, o'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Shu mavzu qiziq bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Iltimos, podдержка uchun oldindan katta rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.